Hürmetli YouTube kanal görüşleri, men ötkende de şu YouTube kanal arkalı sizlerge çıkıp edim. Bugün mineki 15 dekabr günü Qarabağstan Respublikası Baş prokuroru Aymenov Shuhrat Azamatovичқа. Men bir neçe marta aytып o'tdim. Qarabağstan Respublikası Majburiy ijro byurosunun xizmetkerlerinin öz lavazımlarından faydalanıp halkımıza qaytib dushmanlık istep atkanlarını aytып o'tibim. Bu yerda men ko'rsatibim. Nukus qalasi Majburiy ijro byurosi boshlig'i Baltabayev Muxtar hamda şu Majburiy ijro byuroning xizmetkeri Sayınbek Azatlarning bizlarga qarshi dushmanlık etib istep atkan ish hareketlerini aytып o'tdim. Endi bu yerda azim men aytib o'tgandim Yerniyaz va Venera Qarabağstan Respublikası Majburiy ijro boshqarmasining boshlig'ining o'rinbosari Yerniyaz va Venera to'g'ri ketdim. Sebebi men bu bo'yicha aytadigan sebebi men bir narsa marta Yerniyaz va Veneraga murojaat qilib borganman. Birinchi marta borganimda qabul etdi. Ikkinchi marta borganimda ayıplar bo'lgandan keyin o'sha qochib ketadigan darajaga keldi bular. Bular ne to'g'ri bizning xalqqa dushmanlik etib o'tdi. Bular prezidentimizning siyosatini da qarshi chiqib o'tgan adamlarda. Sebebi men Qarabağstan Respublikasi xalq qabulxonasiga murojaat qilganman bir necha marta. Ularga da shunday жалған, saxta spravkalar yozib, жалған ma'lumotnomalarni berib, сөйтіп aldab o'tiribdi, жалған söylеп o'tiribdi. Bularni hech kim e'tiborga olmayotibdi. Bularga ne жетпейді? Мысалы, memleketimiz bularga soncha mamlakat xalqning byudjetidan murod solib berib qo'yibdi. Mashin desa Astana служение mashin berib qo'yibdi. Сөйтіп o'tirib, xalqimizga dushmanlik isteydi. Men bu kuyib söylep atqaным sebebi bu уже birinchi marta emas men balama istep atkan dushmanchilik. Ikkinchi marta 2017-yilda o'sha жағдай bo'ldi. Balaning kvitansiya element to'lab o'tgan kvitansiyadan yo'q qilib jibirib, sudga o'tkazgan materialda balama bir oy qamoq bergan. Biroq O'zbekiston Oliy sud tarafidan aqlanib chiqdik 18-yili. Bu ne degan masxarasi? Qachonga deyim bu narsalar davom etadi? Buni Yerniyaz va Veneramsing istep o'tgani men misalni murojaat qildim-ba, hech qanday bu hamma misol Ichki ishlar ministrligida bo'lsin, prokuratura tomonidan bo'lsin, Majburiy byuroda bo'lsin, o'zining FSB deb aytiladi, uning служба безопасности bir hech qanday служба Rossiyadan o'tkazilmaydi. Xalqning murojaatlarini inobatga olmaydi. Bu narsalar qachon davom etadi? Yo'lda Shuhrat Azamatович. So'ng shu men aytib o'tman, mana o'sha arzonni qonuniy sheshib bering. Qonuniy. Mana sizlarning yardamingiz kerak emas. Mana qonuniy sheshilsin deb men talab etaman sizlardan. Aziz men sizlarga arza berganman. Arzam hozir Bazarbayev Juvanishda soni o'zingiz kontrolga olib nazorat qilsangiz. Bu narsalar Qarabağstonda qachonga deyim davom etadi. Bu mening balama bular hozir ikkinchi marta shunday xiyonat isteb o'tganda, boshqa xalqqa qancha marta isteb o'tiribdi bular. Просто xalqning bular savodsizligidan foydalanib, shunday bosimlarni o'tkazib, dushmanchiliklarni isteb, xalqning balarini qamab, tag'i bir narsa boshqa narsalarni isteb o'tiribdi. Qachon biz yerda qonun istep başlaydı. Bu tek qonun aztek bir tarafda emas istep turibdi. Hech kim e'tibor berayotgan yo'q bularni istep atgan jiniyatni. Hozir mine Yerniyaz va Veneramsning o'zi, Veneramsning o'zi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ko'rsatilgan 241-moddada ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib o'tir. Majburiy byuroda bo'lib atgan jinoyatni yashirib, жалған informatsiyalar berib o'tiribdi. So'larning barini e'tiborga olishni so'rayman.